5-sinfga tushuntirganda aytib reaksiya tenglashni tushuntiraman. Oksidlanish darajalarini topib, o'zgargan elementlarni yozib olamiz. Ikkinchisi esa oladi, beradi deb o'tirmaymizda, agar belgilari bir xil bo'lsa ayiramiz, har xil bo'lsa qo'shamiz deb yodlab ketamiz. Masalan, bu yerda -3 dan +5 ga o'tdi, qo'shdik, +7 dan +2 ga o'tdi, belgilari bir xil ayirdik. Keyin esa sonlarini almashtirib yozamiz. Mana bu 8 ni qayerga qo'yaman deb o'ylanib o'tirmay, marganiz +2 ning oldiga qo'yasiz. +2 ni qo'ygandan keyin ana bu tarafdagi marganizning oldiga ham 8 ni qo'yasiz. Endi kaliy sulfatning oldiga 4 qo'yasiz. Ana bu 5 ni ishlataman deb o'ylamang hali. Keyin esa yana 5 ga qaramaysiz, oldingi guruhlarni qo'shib turib sulfat kislotaning oldiga qo'yasiz. Qarang, uje hamma yerga son qo'yilgan, demak, uje 5 ni ishlatsa bo'ladi. Ana bu 5 ni endi +5 degan joyga qo'yasiz, ya'ni fosfat kislotaning oldiga. Fosfat kislotaning oldiga qo'ygandan keyin narigi tarafdagi fosforni tenglash uchun uning ham oldiga 5 qo'yasiz. Endi chap tarafdagi vodorodlarni qo'shib, o'ng tarafdagi vodorodlarni ayirib 2 ga bo'lib suvning oldiga qo'yasiz.